Assalomu alaykum qizlar. Bugun o'zimni shaxsiy misolimda Faberlikda nimaga daromadim kamligini, muammo qattiqligini ko'rsataman sizlarga. Qizlar, mana shu rasmga e'tibor berasizlar. O'z aslida bu rasmda juda ham ko'p. Dedi-yu, men Faberlikka kelganimdan beri plyus va minus, ya'ni minus deganda nimada minusga nimani yozaman? Faqatgina tovar uchun to'lagan pulimni, transport xarajatlarimni va Faberlikdagi tadbirlarga, sayohatlarga ajratgan pulim, ya'ni Faberlik doirasidagi sayohatlarga ajratgan pullarimni minusga yozaman. Plyusga faqatgina qo'limga realni pul ko'rinishida kelgan pulligini yozaman. Ya'ni o'zim uchun olib qolgan mahsulotim bu ro'yxatga kirmaydi. Plyus tovar sifatida men uyimga kirib kelgan mahsulotdan bu ro'yxatda yo'q. Ya'ni uyimdagi mahsulotlar bor, tovarlar yo'qolib ketmagan, lekin menga plyusga, ya'ni pulga aylanmagan tovarlar ham bu yerda minus ko'rinishda turibdi. Endi qaranglar qizlarjonlar, muammoni ko'rib chiqamiz. Faberlik ichida menda ko'p pul yutilib ketayotgandek ko'rindi boshida kirib kelganimda, lekin aslida bunday realni olib qaraydigan bo'lsam, men ko'p qarzga berib yubordim. Hozirda o'rtacha qarzdorligim ko'chadagilar mendan qarzdorligi, ya'ni 7 million atrofida. Chunki ko'pchiligi oyligiga, boshqaga qarzga mahsulot berdim. Ikkinchi men eng katta qilgan xatoyim aksiyalarni ketidan quvganim bo'ldi. Birinchi yili men Faberlikka kirib kelganimda aksiya, Pasuda aksiya Qozon tovon nabor bo'lgan. U aksiya uchun men har oy 100 balldan yopdim. Har oy 100 balldan yopdim. U paytda ham katta minusga kirib ketdim. 2 million minusda, oyiga minusda chiqardim. Katta foydada chiqmasdim. Endi bo'lsa bu yil yana aksiya qo'yildi. 10 ta katalogga 115 balldan 15 ball здоровья, bundan tashqari ключ успеха, ya'ni 35 ball 30 ball bajarsiz ключ успеха bitta ключi ochilib boradi. Shunaqa qilib aksiyalarni ketidan quvdim va 6 kishilik Pasuda nabor VIP aksiyasi o'ynalgan bo'lsa, buni qizlar juda yaxshi bilishadi. 6 kishilik Pasuda VIP aksiya o'ynalgan bo'lsa, men ana o'sha Pasuda aksiyani ketidan quvdim-da, 6 kishi emas, shuni 12 kishilik qilaman deb 2 kishi nomidan har oy 230 balldan yopib bordim. Har oy emas qizlar, har 21 kunda 230 balldan ball qo'yib bordim. Bundan ball здоровьяsi xo'jayinimlar uchun yopganimdan 15 ball здоровья edi, o'zimdan 30 edi. Общий 45 ball здоровья, ya'ni badla urib tashladim. Sotiluvchi tovarlarni asosan bali kattalarini urishni boshladim va bu o'z o'rnida qo'limda tovar ko'p ushlanib qolishiga olib keldi. Endi qaranglar qizlar, sizlarga ham aniq hisob kitoblar bilan tushuntiryapman. Men o'zimni boshimdan o'tganini endi sizlarga maslahat, tekin maslahatlar beraman. Boshimdan o'tgani, hali o'zim minusdaman. O'zim minusda bo'lib turib menga qanaqa maslahat berasiz demanglar iltimos. Chunki bu minus ancha kamaygani. Buni sekin-sekin kamaytiryapman va sizlar shu tupikka kirmasinglar uchun men qanaqa kirib kelgan bo'lsam, sizlar shu ko'chadan yurmanglar degan maqsadda aytyapman. Qizlarjonlar, zaxira qilib tovarlarni oldindan olib qo'ymanglar. To'g'ri, aksiyalar bor, direktorlarning aksiyasi, kompaniyani qo'ygan aksiyasi, aksiyadagi tovarlar, ayniqsa 70%, 80% zimniy skidkalar beradi kompaniya, kuponlar beradi, juda ham katta kuponlar, skidkalar, aksiyalar berib tashlaydi kompaniya. Biz o'shanga uchamizda. Xuddi u aksiya faqat biz uchun. Aslida aksiya biz uchun emas. Aksiya klientlarimiz, mijozlarimiz uchun beriladi. Biza u aksiyalarni ketidan qurishimiz kerak emas. Mijozlarga katalogda realniy narxda sotishimiz, aksiyada bu olgan tovarlarimizni yangi narxda sotishimiz kerak aslida. Yo'q, biz nima qilamiz? O'zimdagi xatoni yana bitta sizlarga eslatib o'tiraman. 230 ball yopdim. Qarasam tovarlar yig'ilyapti. Keyin nima qilaman? Realga berishni boshlanadi. Realga beriladi, ya'ni oylik tushganda berishadi, boshqada berishadi, realga berib boshlanadi. Keyingi muammo bo'lsa, realga berishdan ham biri katalog narxidan ancha pastga tushirib beraman.
Atirlarni ya'ni aksiyaga qo'yib yuboraman, chunki qo'limda tovar ko'p, nima qilishim kerak? Atirlarni aksiyaga qo'yaman, 185 ml burtujurlarni man 150 mingdan ham bergan kunlarim bo'lgan, 145 mingdan ham aksiyaga qo'ygan kunlarim bo'lgan va YouTube kanalimni yoki Telegramimni kuzatadigan insonlar bor. Vaqti kelsa ichki narxida hamma narsani 100% ichki narxida berib yuborgan kunlarim bo'lgan. Chunki men qo'limda pul bo'shashi kerak, men aksiyani shartini bajarishim kerak, paldimni yopishim kerak. Endi sizlarga yechimni beraman, qaranglar qizlar. Sizlar bu narsani ketidan quvmanglar, hech qachon katalog narxidan hech qachon arzon bermanglar tovarlarni. Chunki bu faqat o'zinglarning ziyoningiga ishlaydi. Ichki narxida tovarni bermanglar. Klientinglar ertaga bu narxdan olib, keyingi safar yana xuddi shu narxdan sizdan so'raydi. Kelasi katalog narxi oshdi desangiz ham bu narsani qabul qilmaydi. Qarzga berishni yig'ishtiringlar, chunki odamlar magazindan kirib, kamdan kam holatlarda, masalan, korzinkaga kirib, kamdan kam holatda emas, masalan, ko'chamboshidagi magazinlarga haddi sig'adi qarz daftariga yozdirishga. Lekin korzinkaga borib hech kimni haddi sig'maydi qarz daftariga yozdirib qo'yishga. Korzinka qarz daftariga yozib qo'ymaydi. Endi o'shaning uchun qizlar o'ziga poзволять qilmaydi, u korzinka ruxsat bermaydi bu narsaga. O'shaning uchun sizlar ham o'zingizlarga ruxsat berdirib qo'ymanglar, sizlardan insonlar qarzga mahsulot olishiga. Bu уже sizlarning pulinglarni aylanmasi orqaga chekinadi. Qarzga berishinglar bilan, ichki narxida berishinglar bilan sizlarning daromadinglar kesilib ketadi va sizlar faqat aksiyani ketidan quvasizlar deb bu yoqdagi katta daromadinglardan voz kechib qo'yasizlar, qizlarjonlar. Shuning uchun aksiyani shartidan quvmanglar. Agar aksiyalarni 100 ballarni ketidan quvadigan bo'lsak, nima bo'ladi bilasizlarmi? Eng katta narsa, direktorimiz boyiydi, kompaniya mahsulotini sotgani qoladi. Biz bu narsaga uchmaymiz. Biz real daromad olish uchun kelganmiz. Fabrikda sistema yaxshi tuzilgan, prosta emotsional marketing ko'proq qo'llanilgan. Bu narsani emotsional marketingi hiylalariga uchmasdan, o'zimizni prinsiplarimizga sodiq qolgan holda 50 ball bo'lmasa ham, 100 ball bo'lmasa ham, 10 ball bo'lmasa ham shaqdan o'tmasanglar o'tmay qolinglar, qizlarjonlar. Kompaniya bitta zakazdan keyin 1 yilgacha 100 ga mahsulot xarid qilib olishingiz uchun 1 yilgacha imkoniyat saqlab qoladi. Mani bu gapimni hozir ba'zi bir nastavniklar eshitib aytishi mumkin. Nimani o'rgatyapsan, u 100 ball yopmasa biz nima qilamiz deyishinglar mumkin. Lekin qizlar, biz bu yerda faqat hammani qarzga tiqish yoki uyga mahsulot to'ldirish uchun kirib kelmaganmiz. Bu yerda realni olayotgan odamga ham, sotayotgan odamga ham, bizning kompaniyamizga yangi kelgan novichoklarga ham foyda bo'lsin. Chunki oldin kompaniyaga nisbatan juda ham ko'p negativlar bo'lgan. Nimaga? Kompaniya qarzga bergan. Tovarlar ofisdan qarzga olib chiqib ketilgan. Keyin mana o'zim ham bitta guruhimda ishlaydigan qizim aytgan, 6 yil oldin fabrlik, 6 yilmi, bilmayman qanchadir oldin fabrikka ishga kirgan va fabrikdan katta qarz bo'lib qolgan, eri to'lab, so'kib kompaniyadan olib chiqib ketgan. Endi nimaga deganman? Qanaqa qilib desam, men qarzga tovar olib chiqib keturganman. Odamlar bermaganmi pulingizni desam, yo'q, odamlar bergan, faqat uni o'zim ishlatib qo'yganman deyapti. O'shancha qizlar, pulinglar bu yerda realni aylansin, iltimos qarzga bermanglar, aksiyalarga uchmanglar, uylarga tovar to'plamanglar, faqat zakaz bilan ishlanglar. Endi faqat zakaz bilan ishlang deyapsiz, 100 balli zakaz qatdan olamiz, qarzga bermasa qatdan odamlar oladi. Yo'q, odamlarda pul bor. Miyalarni, onginglarni tozalanglar. Odamlarda pul bor. Odamlar biz o'ylaganimizdan-da boyroq. Inshaalloh ko'rasizlar. Qarzga bermaslikni boshlasanglar ham bozoringlar yuradi. Tovarlaringiz turib qolganiga o'z-o'zidan kallanglar ishlaydi. Shunda sotish yo'llarini o'ylaysizlar. Ichki narxida sotmanglar, qizlar, ichki narxida sotmanglar. Qayta bitta narsani takrorlayman. Chunki meni eng katta xatolarim shu bo'lganda, qizlarlar. Shuning uchun ichki narxida sotmaslik uchun tovarlarni asl narxi, agar ichki narxida sizdan kattaroq skidka so'radim, o'zini kompaniyaga a'zo qilinglar. Yangi kelayotgan novichoklaringlarga birinchi buyurtmasiga 150 minglik buyurtmaga yordam beringlar, bo'ldi. Uni tashlab qo'yinglar demoqchi emasman. Unga yo'l-yo'ri o'rgatinglar, darslarni o'rgatinglar. Qizlar, agarda siz ko'p bilim oladigan bo'lsangiz, mahsulotlari shundoq ham zo'r sotiladi. Ya'ni quruq yuzga qanaqa, yog'li yuzga qanaqa mahsulotlarni tavsiya qilishi, badlarni o'rni tavsiya qilishni o'rgansanglar, uyingizda mahsulot qolmaydi.
chunki qaysidir mahsulot qaysidir odamga kerak, u qachondan beri qidirib yuribdi o'sha tovar, faqat siz uni bilmaysiz. U odam sizga muammosini aytsa ham sizni kompaniyadagi badli haqida to'liq ma'lumotingiz yo'qda, siz voy bilmadim, doktorga borib ko'ring deb qo'ya qolasiz. To'g'ri, doktorga borish kerak, doktor bilan maslahatlashish kerak, lekin badlarimiz ularni укрепление immuniteti uchun juda ham muhim. Yengil shakldagi kasalliklarda effekti katta badlarni, chunki bu yoqda biologik aktivniy добавкаlar. Shuning uchun qizlarjon, bilimimizni oshiramiz, mahsulotlar yangi darslarni o'rganamiz, qarzga narsa bermaymiz, uyimizga zaxira to'plamaymiz. Biz birlikda realniy daromad olamiz va kelayotgan kompaniyamizga kelayotgan qizlarga ham realniy daromadga olib chiqamiz. Man уже komandamdagi qizlarni hech qaysiga balga majburlamayman. Komandamda bor qizlar bilishadi. Boshida men ham 50 bal yoping, keyin katalog 26% skidkada olasiz, 100 bal yoping, 70% skidkangiz bo'ladi, ключ успех olasiz deb zo'rlardim haqiqatdan. Keyin qarasam bitta ikkita zakaz urgandan keyin naborot qizlar qochdi. Komandamdagi qizlarni qo'lida pul qolmadi. Ular qarzga narsalarni berib tashadi, chunki uyda 100 ballik tovari bor, ular qarzga berib tashadi. O'zini narxini tushirib sotdi-da, ular foyda ko'rmadi, ular minusga kirdi. Faqat kompaniyaning mahsulotini sotib berdi, xolos. Ular daromad ko'rmadi. Keyin nima bo'ldi? Menga nima kerak dedi. Men qiynalib, stradat qilib, ruschaga tilim kelishmaydi, men bor uzr, lekin aksentimda qo'shilib ketadi. Kompaniyada qiynalib shuncha mahsulotlarni urib qarzga botib tovarlarni sotaman deb menga foyda ko'rmayman. Nimaga kerak? Odamlarga bunaqa biznes kerak emas, odamlarga realniy daromad kerak. Shuning uchun jamoangizni to'g'ri tuzishni xohlayotgan bo'lsangiz, jamoadagi qizlaringizga ham o'zingizni prinsipingizni, o'zingizni yo'lingizni to'g'ri ko'rsata oling, liderlarim. Liderlar o'zini to'g'ri chiroyli ko'rsatib taqdim qilib bera olsa, jamoa ham xuddi shu prinsipda yuradi. Shuning uchun qarzga berishni yoqtiramiz. Ilmat aytdim shekil. Uyga zaxiraga tovar urmaymiz, jamoadagi qizlarni balga majburlamaymiz. Jamoamdagi qizlar o'zi uchun mahsulot ursin xolos. Ular zaxiraga mahsulot urishmasin. Ular kompaniyani boyitish yoki bizani boyitish uchun kelmagan. Ular o'zi boy bo'lish uchun kelgan va u qizlarni boy bo'lish uchun biz qo'limizdan kelgan yordamni beramiz. Ularni treninglar bilan, darslar bilan ta'minlaymiz. Mahsulotlar haqida so'raganda chiroyli ma'lumotlar beramiz va mahsulot darslarini joy-joyida o'tib beramiz. Bilmagan joyimizni ustozlarimizdan so'rab darslar, treninglarda u qizlarni faol qilamiz. Inshaalloh o'zligi faol bo'lib ketishadi. Shuning uchun emotsionalniy marketingga juda ham aldanib qolmanglar qizlar. Birlikda emotsionalniy marketing juda ham aktiv qo'llanilgan, chunki marketing strategiya bu kompaniyada juda ham kuchli ishlangan. Bu strategiyaga aldanib qolmanglar.